Davom etamiz. Mebelimizni ham tugallab bo'ldik. Bugungi olib kelgan adresimiz Samarqand Jomboyga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Mebelimiz 100% laminatdan. Shkafimiz mana bu ichki holat shkafimizni uzun kiyim uchun. Mana bu razmeri 60 sm bo'lgan. Mana bu tamom polkali qilib yasab berdik. Tipada kalta kiyimlar uchun filkasi bor. Hozirgi yangi chiqqan rolik chiqib ketmaydi pachunisi uncha-munchaga. Endi tremosga keladigan bo'lsak, tremosini o'zgacha holatda mana. Ko'rinishi. Ishqichalari ichida polkalari bor, vakuumli. Tortmasi ham vakuumli. Tortmalari ham vakuumli qilib ishlangan. Mana bu tomonda svetinichasi bor. Keyin o'zlari ulab qo'yishadi. Divan 210 ga 170 matras razmer. Agar xohlovchilar uchun displey ham qilib beramiz matras o'rniga. Mana bu sandiqchasi bor. Endi bunimiz ko'tariladi. Mexanizmli mana. Tumbalarga kelsak, tumbalar ham ancha katta ishlangan. Bu ham vakuumlik. Svetinichalar bor variantda.